Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 5-dekabr 25-yil 8 ta qizil sariq quroq komplektlarimiz paxtalanibdi. Mana paxtalarimiz sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Paxta solish jarayonini ichki chokini ko'rsatmoqchiman. Mana quroq ko'rpachamiz. Hamma tikilishlari overloga yopilgan ichki choki mana. Paxtamni esa mana aralarigacha ochib ko'rsataman, qatlarigacha. Mana. Kimga shunaqa sifatli paxta kerak bo'lsa, ko'rpachalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib dastavkaga chiqarib beraman. Bu zakazimiz nasib bo'lsa ertaga kechgacha tayyor bo'ladi. Tikilish jarayonlarini ham ko'rsatib boraman. Mana paxtadan chiqqan holatlari, astarlari ham o'ziga mos chiroyli qilib tikilgan, salqi kelib qolmagan. Bu quroqlarimizdan ko'p bora tikayotganim uchun faqat cheslama-chesla paxta solish jarayonigacha aytib o'tibman. Chunki bu zakazlarimizdan juda ham ko'p. Mana